alaykum hammaga. Bugun sizlarga Yakkasaroy rayonidagi Anor Residence uyimizdan 13-etajdan 3 xonali kvartirani obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana bu shikarni zalimiz. Kelinglar bu yerga. Детский xonasi. Ichidagi hamma mebel texnikalari qoladi. Bu yerda уже взрослый spalnyamiz. Kattalar uchun. Keyin общий sanuzelimiz bor. Ichidagi hamma texnikalari qoladi полностью. Va qo'shimchasiga yana bitta spalnisi bor. Spalnining ichida qo'shimcha yana bitta sanuzeli ham bor. Endi esa sizlarga oshxonamizni ko'rsatamiz. Oshxonamizda ham ichida mebellari, texnika, hamma narsasi bor, hamma sharoit qilingan. Hamma narsa ichida qoladi. Qo'shimchasiga letniy terassasi va oshxonasi ham bor. Yoz kunlari mazza qilib choy ichib o'tirishga bo'ladi. Bu kvartiramizning narxi $180,000 bo'lgan, $165,000 imенно sizlar uchun tushirib kelishtirib qo'ydik. Remontlari hammasi a'lo darajada bajarilgan. Mabodo qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.